الأسماء الحسنى يا خالقنا غفرانا نسألك وأنت الأسمى نأمل عفوك سبحانك يا خالقنا يا رب لعبيدك أنر الدار يا خالقنا يا رب لعبيدك أنر الدار يا ذا الأسماء الحسنى. Ey muhaymin Rabbim, sendursen g'ayriblarga g'amxon, yetimlarga tayanch, haqni qo'g'digan, qalbimni ozg'unlikdan, qadimimni tuzaqlardan saqlagan. Senla acizlarga quvvat berasan, shumliqdan saqlab, zalimlardan mazlumlarning haqqini elib berishga va'da qilasan. Nafsimga aldinishdan qutqazgin meni. Faqat senli tuproq ostidagi qorong'ulikda saqlanayotgan urug'chilarni qo'g'dab, unmaslikdan saqlab qolasan. Xorliqning ozgonlariga do'milashdan saqlag'in meni. Senli manga berginingni jannating badiliga elib, men uchun saqlab qo'yasan. Zavolliqda yo'qolishning g'amlaridan xalos ayla meni. Senli mening eng kichik, eng önümsiz, eng maxfiy orzularimni bilib, menga marhamat qilasan. Unutishga tashlab qo'ymay, qo'g'dab qolgan meni. Ey Rabbim, muhaymin. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا رب العالمين. الله سبحانه وتعالى en güzel hamdu sanalarımızı ve Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e en pak durud salamlarımızı yollagandayken, qadirli qeyrandaşlar, har qitimqadak Allah subhanahu ve ta'ala'nın rahmeti bilen, bugün yana sizlar bilen Asmaullahil Husna, Allah'ın güzel isimleri hakkındaki programımızın 7. sani bilen sizlar bilen yüz görüşüp oturduğumuz. Bugün isimlerine nispeten Rabbimizin güzel isimlerden yeni bir isim, o bo'lsa El-Muhaymin haqida to'xtalib o'tamiz qadrli qarindoshlar. El-Muhaymin. Hammalarga ma'lum bo'lganda qadrli qarindoshlar, biz har bir ismni asosiy 3 nuqta bilan sharhlab tushuntirib o'tamiz. Birinchi bosqichda biz ismlarningki lug'at ma'nosi va shu ismga aloqador bo'lgan shar'iy ma'nolarni so'zlagan bo'lsak, ikkinchisida uning misollari bilan ve ameli hayatımızdaki tatbiklaş usulleri, üçüncüsü de müminnin her bir müminin şu isim bilen buna alakası neymi? Kandak şu isimni özüge mümin kandak özleştirildi diyen haqda mı? To'xtalgan asasda
ismlarni shu shaklda tunishtirib o'tyapmiz. Alloh subhanahu va taoladan tovanchilik bilan bizga har bir ismlarni o'zimizga o'zlashtirish ne'matini, shu ismni hayotimizda yashash ne'matini ato qilishini, hergiz uning tushunchisini bilib, ma'nosini bilib qo'yish bilan kifoya qilmasdan, chunki biz har darslarimiz so'zlab o'tdik, buning ma'nosini, uning misollarini tushunib qo'yish, ma'nosining nima ekanligini bilib qo'yish bilan kifoya qilish insonga, mu'minga hech bir narsa manfaat yetkazmaydiganligini so'zladik. Madamiki o mu'min shu ismni, shu ma'nini, shu berilayotgan mazmunni o'zining hayotida yashamagan muddatcha, hayotida tatbiqlamagan muddatcha u hech bir ismni bilmagan, o'zining Rabbini bilmagan inson ekanligini tunishtirib o'tdi. Shuning uchun Rabbimizdan nihoyat tovanchilik bilan gunohlarimiz nihoyat ko'p bo'lsa-mu, taqsirotlarimiz Rabbimizning oldida intayin qilayotgan ishlarimiz nihoyat kamchiliklarimiz ko'p bo'lsa-mu, Rabbimizning rahmati, Rabbimizning mag'firati, ihsoni kengri bo'lganlikdan ana shu mehribon Rabbimizning tovanchilik bilan bizni afu qilgan asosda bizni hayotimizda har bir o'rgangan Rabbimiz haqida tunugan har bir mazmunni hayotimizda yashab, shu e'tiqod bo'yicha yashaydigan mu'minlardan qilishini Rabbimizdan tovanchilik bilan tilaymiz. Qadrli qarindoshlar, Al-Muhaymin ismi Qur'oni Karimda bir yerda tilg'ilanadi. Sura Hashrda har qatim so'zlab o'tyapmiz. Biz yuqoridagi o'tib ketgan 4 ismda 4 ism birga kelgan oyatda, bu Sura Hashrniki 23-oyati. Alloh Qur'oni Karimda shunday deydi-ki: Huvallohullazi la ilaha illa huval malikul quddusus salamul mu'minul muhayminul azizul jabbar. Oyatning oxirigacha. Yana Al-Muhaymin ismi mushu oyatda Sura Hashrning mana mushu 23-oyatida Allohning bu yuqoridagi bir qator ismlar bilan tilg'ilinib o'tdi. Al-Muhaymin deb tilg'ilinib o'tdi. Qur'oni Karimda bir yer tilg'ilingan, hadislarda bo'lsa, hadisda Al-Muhaymin shaklida hadisda tilg'ilinmagan, hadisda kelmagan. Bugun biz Rabbimizning mana bu ismi Al-Muhaymin ismi haqida to'xtalib o'tamiz. Xo'sh, endi ma'nosiga kelaylik. Al-Muhayminning ma'nolari nima? Qanday ma'noga ega? Al-Muhayminning ma'nolari, ya'ni ar-raqibush shahid. Muhaymin nihoyat kuzatuvchi, hammaga guvoh bo'lib turuvchi Alloh subhanahu va taolo degan gapda. Al-Muhaymin. Yana oldimizda inshaalloh Rabbimizning iltifotini oldimizda nurg'un ma'nolar chiqadi. Al-Muhaymin ar-raqibush shahid allazi ya'lamu sirra va akhfa. Yani şu kadar inçik kuzatuvchiki, şu kadar qattiq kontrol qilguvchiki, butkul sir, yushurun, eng inchik sirdan tatib, eng yushurun narsani tatib, hammani bilguvchi degan ma'nosi bor. Al-Muhaymin Rabbimiz. Yani shundoq Allohki, ya'lamu xainatal a'yun, ko'zlarning xoinligini ham biladi Alloh subhanahu va taolo. Qalblarimizning eng chunqur qatlamlarida nimani o'ylayotganligimizni, nimani xiyol qilayotganligimizni, qalblarimizning eng chunqur sirlariga nimalarni keltirganligimizdan tortib bilguvchi degan ma'nosi bor. Al-Muhaymin. Ashuning hammani kuzatib turuvchi, kontrol qilib turuvchi degan ma'nosi bor. Alloh subhanahu va taolo oshkor bo'lgan, yushurun qolgan, bilinmay oshkorlanmay qolgan, bizning oshkorlaganlarimiz, yushurganlarimiz, uchuq ko'rinib turadigan narsalar, ko'rinmaydigan narsalar, har narsaning keyindagi orqa ko'rinishi, hamma narsani, butkul narsani ajoyib inchik shaklda, ajoyib mukammal shaklda bilguvchi degan ma'nosi bor. Al-Muhaymin. Xo'sh, endi Muhaymin ismi mushundoq bilguvchi, ashundoq kontrol qilguvchi degandan keyin bu ism taqozo qiladigan narsa nima desa, shuni bilguvchi kishida, shuni bilguvchi zotda mukammal qudratning bo'lishini taqozo qiladi. Hargiz va hargiz butkul ishlarning inchki yushurun, oshkori yushurun, uchuq bo'lgan, uchuq bo'lmagan qalblarning eng chunqur qatlamidagida butun narsani biladigan zotning qudratining ojiz bo'lib qolishi mumkin emas, xiyol qilinmaydi. Chuqum mukammal qudrat, butkul ashu
har qanday narsani bilgandan keyin shu o'zi bilgan ma'lumotiga, o'zi bilgan bu ilmga asosan bütün kainatdagi barliq ishlarni shuningga asosan yurgizdi. Shuningga asosan tasarruf qildi. Ana shu narsalarni amalga oshirish, shu narsalarni ijro qildirishga mukammal qudrat, mukammal kuch-quvvatga ega bo'lish kerak. Min lavazimil muhaymin. Muhaymin ismil muhaymin Allohning muhaymin ismining taqozzolaridan birisi bu. Butkul taqdir qilish, o'rinlashtirish, ashning har birisini, har bir mahluqotni o'ziga yarasha harakatlantirish, o'ziga yarasha ish qilish, mushuning hammasiga butunlay qudrati yetgan mukammal qudratga ega bo'lishi kerak. Mukammal qudratga ega bo'lishi kerak. Hammani bildik. Inson o'zimizni o'ylab boqaylik. Insonning ichidan nurg'un insonlar borki, nurg'un ma'lumotlarni biladi. Ammo u ma'lumotni bilgan bilimiga ko'ra, shu bilimini ro'yobga chiqargan, ishga oshirgan nurg'un ishlarga har xil jihatda qo'li qisilib qilib, nurg'un qudrat yetmaydi. Yoki kuch jihatim bo'lsin, yoki iqtisodiy kuch jihatim bo'lsin, nurg'unlagan bani insonning ichida o'zi nurg'un bilimni bilsimi, uni amalga oshirib rasmiy bir plan nimasiga aylantirib bir ish qilishga kuchi yetmay, uni ijro qilishga kuchi yetmay qoladi. Hayotimizda har kunlik turmushimizda bor narsa. Bir kimlarga qaraysizki, noiti kuch-quvvat uningda hamma narsa bor, ammo lekin bilim yo'q. Ma'lumot yo'q, bilim yo'q uningga qiladigan, amalga oshiradigan. Ammo muhaymin Rabbimiz bo'lsa-ku, ham bütün narsalarni bilib turadi, ham qudrat, mukammal qudrat bor. Har qanday narsani ishga oshirishga mukammal qudratga ega Alloh subhanahu va taolo. Yana uning ustiga uchinchi bir sifat qo'shilgan, al-muhayminga qo'shilgan narsa nima desa, Allah subhanahu va taoloning muhaymanligi, bu qadar inchki kuzatishi, bu qadar inchki bilishi, bu qadar inchki hamma narsaning teshishi, hamma narsani bilishi mazgillik bosqichlik emas. Bu ma'lum vaqtda davomlashib, ma'lum vaqtda to'xtab qoladigan sifat emas. Davomli 24 soat qiyomat qiyam butkul inson, butkul mahluqotlarni har sikinutiga shu kuzatishi, bilib turishi hech bir sikinut o'zlab qolmaydi. Davomlashadi. Demak, al-muhaymin Rabbimizniki bu isminingki tunji ma'nosi bu. Shuning uchun qadrli qarindoshlar, bir inson ham hech qachon har qanday bir qaror olgan, qaror chiqaruvchi bir inson, mayli bir idorada bo'lsin, mayli o'zining xizmat o'rnida bo'lsin, yoki boshqarish doirasida bo'lsin, biror qaror egasi bo'lgan bir inson hargiz o'zi qaror chiqarmoqchi bo'lgan shu mazmun, shu mavzuda mukammal ma'lumotga ega bo'lmay turib, to'g'ri qarorni hech qachon chiqara olmaydi. Shu har qanday mavzu bo'lsin, xayolimizga qanday mavzuni keltiraylik. Shu mavzuda, shu masalada mukammal tafsiliy bir ma'lumot, tafsiliy bir tushuncha qaror chiqaruvchining oldida bo'lmay turib, uni ko'may turib, mumkin emas mukammal qaror chiqara olishi. To'g'ri qarorni chiqara olishi mumkin emas. Kimiki hech qanday tafsilotsiz bir narsani tushunmay turib qaror chiqarsa, uning qarori chuqum xatolashgan bo'ladi. Chuqum xato chiqadi. Shuning uchun har qanday hayotimizdagi ishlardimi, bütün bosqich davlatning har xil organlarida bo'lsin, hamma yerda bir qarorni chiqarish uchun shu chiqarmoqchi bo'lgan qarorning atrofida, shu mavzuda mukammal bir ma'lumotni, sallaq ma'lumotni ep bo'lgandan keyin, hammani tekshirib bo'lgandan keyin, ondan qaror chiqaradigan gap. Rabbimiz, muhaymin Rabbimiz Alloh subhanahu va taolo-chu yuqorida degandek butkul narsalarni, hamma narsaning ichtishi yushirgan qalblarimizning eng chunqur qatlamlariga dunyoda Rabbimizga, bu koinotda sir qiladigan, Rabbimiz bilmay qoldigan zarrachaqliq narsa yo'q qadrli qarindoshlar. Al-muhaymin, ya'ni mutlaq ilm egisi va mutlaq qudrat egisi va mutlaq bu sifati, Alloh subhanahu va taoloning bu sifati mazgillik davomlashadigan sifat ham emas. Qadrli qarindoshlar, biz Rabbimizni muhaymin degan vaqtimizda yuqorida deganimizdek, Rabbimiz hamma ishlarning oshkori, yushurun qalblarimizning eng chunqur qatlamlaridan tortib, bütün ishlarning hammasini mukammal shaklda bilguchi, ya'ni mutlaq ilm egasi.
Onunga qo'shib mutlaq qudrat egisi Rabbimiz Allah subhanahu va taala. Mayli nimalar qilayli, qanday holatda qilib qilayli, yolg'iz qilayli, oshkora turayli, nada bo'lsak, butkul koinotdagi barliq mahluqotlari insonlar emas. Barliq mahluqotlarning barliq ahvolini eng mukammal shaklda kuzatib bilib turuvchi. Ashining hammani kontrol qilib turuvchi. Allah subhanahu va taala Qur'oni Karimda shunday deydi-ki: "Vallohu bi kulli shay'in alim." Allah subhanahu va taala kul narsalarni bilguchi. Bi kulli shay. Har qanday narsa, hamma narsani bilguchi Allah subhanahu va taala. Qadrli qarindoshlar, Allah subhanahu va taolaning biladiganligini bilishimiz bir mu'minning o'ylab boqayli. Yani Rabbim Allah subhanahu va taala bilidu. Yani her qanday ish qilsam bilidu degan bu tushuncha, bu e'tiqodning har bir mu'minning mingisida qalbida yerlashishining o'zi shu mu'minningki har birimizningki hayotimizda to'g'ri yo'lda minishimizga yetarlik. Rabbimizning biladiganligini bilishimizning o'zi bizning to'g'ri yo'lda minishimizga yetarlik omil, yetarlik bir sababda. Ya men har qanday ish qilsam biladi-ku Rabbim. Men uningdan hech bir narsani yushirolmayman-ku degan bu e'tiqod, bu tushuncha bilan men Rabbimdan hayo qilay. Rabbimdan meni yomon yo'lda ko'rib qolmasin, meni xato yo'lda ko'rib qolmasin degan bu tushunchaga, bu e'tiqodga kelib, hayotimizda to'g'ri yo'lda menishimizga Rabbimizning har qanday ishimizni, har qanday ahvolimizda bilib turadiganligidan iborat. Bu e'tiqod, bu tushunchaning qalbimizga yerlashishining o'zi yetarli. Rasululloh hadisida shunday deydi-ki: "Istahyu minallohi haqqal haya." Allohdan haqiqiy hayo qilinglar dedi Rasululloh. Degandan sahobalar dedi-ki, biz dedik dedi sahobalar. Qulna inna lanastahyi minallohi ya Rasululloh. Ey Rasululloh, biz albatta Allohdan hayo qilamiz. Biz chuqum Allohdan hayo qilamiz. Albatta hayo qilamiz. Qandaqmi hayo qilmoqdakmiz deb shunday dedik dedi. Degandan Rasululloh dediki, yani sahabeler onu deb bulup biz albatta chuqumki Allohdan hayo qilamiz. Elhamdülillah. Allohga shukrlar bo'lsin ki biz Allohdan hayo qilamiz dedi. Payg'ambarimiz dediki, "Laysa zalik." Bunda emas. Sizlar deyotgandek emas hayo qilish. Hayo qilish degan shunday bo'ldi dedi Rasululloh. Oxir hadisning oxirida dediki, "Walakinnal istihya'a minallohi haqqal haya an tahfada ar-ra'sa wa ma wa'a wal batna wa ma hawa wa tazkura al-maut wal bila." Lekin Allohdan haqiqiy hayo qilish degan boshni dedi. An tahfada ar-ra'sa wa ma wa'a. Ma boshni va bu bosh o'zi ichiga olgan narsani saqlash dedi. Buni muhofazat qilish. Wal batna wa ma hawa, qo'rsoq va u o'z ichiga olgan narsani va uning atrofidagi narsani saqlash dedi. Va o'limni aslash va o'lgandan keyingi shu chirib ketadigan, o'lgandan keyin shu hayotni aslash dedi. Rasululloh bunday javob berdi. Haqiqiy Allohdan hayo qilish degan, ya'ni an tahfazar ra'sa va ma wa'a, boshni va o'z jig'nisi. Ya'ni bu boshni qanday yo'lda ishlatsan, nega ishlatsan? Alloh subhanahu va taolaning itoatiga, Allohning toatiga ishlatamisan. Faqat shu Robbingga sajda qilib, Robbing rozi bo'ldigan yerga ishlatamisan yoki boshqa yoqqa ishlatamisan buni? Haqiqiy bosh yaratilgan yerga ishlatadigan bo'lsang, bosh nima uchun yaratilgan bo'lsa, shuni ishlatadigan bo'lsang, ondan Allohdan haqiqiy hayo qilgan bo'lasan. Va ma wa'ani shurahul hadis, ya'ni hadis sharhiylar deydi-ki, hadisni sharhi qiluvchi olimlar. Ya'ni bu bosh o'z yog'an narsa deganda ko'z, quloq, og'iz, burun, bu a'zolarni deb shunday deb tafsirlagan, sharhiylagan ulamolar bor. Yani baş beşimiz nane öz yolu. Muş beşimizdeki közümüz, kuluqımız, tilimiz, ağzımız, burnumuz. Muşunun hemmisini saklaş, muhafazat qilish. Özü nima üçün yaratılgan bolsa, Rabbimiz bu azalarımızı nima üçün yaratgan? Ana şu Rabbimiz buyurgan yolga, Rabbimiz razı bo'ladigan yolga ishlatish. Tillerimiz bilan Allah subhanahu va taolani zikr qilish, Allah razı bo'ladigan haq so'zni so'zlash, haq gapni qilish,
Hergiz batıllığı guvohlik bermeslik, quloqlarimiz bilan haqni anglash, batıldan yiroq turish, ko'zlarimiz bilan halolga nazar selish, haromdan qochish. Ha, o'ylab baqayli. Mana buni saqlash, mana buni muhofazat qilish haqiqiy hayo qilish dedi. Va qo'rsoq val batna va ma hawa, bu qo'rsoqqa nima kasi yeydigan narsa emas bu. Allah subhanahu va taolo halol qilgan, Allah halol deb bekitib bergan narsa kirish kerak bu yerga. Ha? Ve şimdi hadis şerhiyle ulamalar dedi ki ve ma havani, yani şu qorsoq atrofiga o'rinlashgan a'zolar, bununla insonninki farji jinsiy a'zosini tatib, mushu a'zoligicha ikki put, ikki qo'l, bu qo'rsoqqa kirgan kuch-quvvat, yegan kuch-quvvat bilan ishlaydigan qo'llarimiz, putlarimiz, bu a'zolarni Alloh subhanahu va taolo rozi bo'lgan yo'lga ishlatish, rozi bo'lgan yo'lda xizmat qildirish va qo'rsoqning ichidagi yurakka o'xshash, bu boshqa shu qo'rsoqqa tutashlik bo'lgan a'zolarning hammasini qana qilish, Alloh subhanahu va taoloning ma'siyatiga, jinoyatiga ishlatmay, Alloh rozi bo'lgan yo'lga ishlatish deb tushunadigan. Va o'limni aslash va o'lgandan keyinki, o'lgandan keyin men nimaga aylaman, o'lgandan keyin qaysi holatga kelaman deb, cho'ngchilik qilmasin. Shu oldimizda har kuni qanchilgan insonlar o'lyotadi. Bizga ham bugun sen bir jinoza ko'tarsang, hargiz va hargiz o'lmashuning uchun bir shunday go'zal bir she'r va beyt va. Bugun sen agarda bir jinozani ko'targan bo'lsang, shuni bilginki fa'lam bi annaka ba'daha mahmulu. Bugun jinozani ko'targan bo'lsang, sen ammo jinoza ko'tarib o'tib ketamoqchiman deb o'ylab qolmaga. Shuni bilginki, sen uning keynidan sen boshqalar tarafidan ko'tarilasan. O'lim bor oldingda. O'limni aslash va o'limdan keyingi hayotga tayyorlik qilish. O'limdan keyingi qaysi holatga, qanday holatga aylanadiganligini bilib, sen shu to'piga aylansan. Chirib to'piga aylanib ketasan. Nima cho'ngchilik sana? Hiç çoğunçuluk qilmasdan, takabburlik qilmasdan Rabbingning buyrug'idan, Rabbingning buyruqlariga, farmonlariga bo'yin tovliq qilmasdan go'zal shaklda Rabbing rozi bo'lgan shaklda mengishing kerak. Mana bu al-istihya'u minallohi haqqal haya. Alloh subhanahu va taoladan haqiqiy hayo qilish bu deb Rasulimiz sallallohu alayhi va sallam bunday tushuntirib berdi. Qadrli qarindoshlar, Rabbimiz al-muhaymin. Al-muhaymin Rabbimiz mutlaq ilm egasi. Hammani bilgich deb yuqori dedik. Mutlaq ilm egasi. Hiç bir narsa kainatda uningga maxfi, yushrun bir narsa kainatda bo'lishi mumkin emas. Mumkin emas. Biz bu ma'nini, Rabbimizning muhaymin ekanligini, ajoyib kontrol qiluvchi, ajoyib bilguchi, ajoyib hamma narsaning ichida hammasini bilguchi ekanligini Rasulümüzden yana bir hadisi bilan isbotlab beramiz. Peygamberimiz sallallohu alayhi va sallam safar qilsa shunday deydi. Safarga chiqsa shunday deydi. Biz ham uning ummati bo'lish sifatimiz bilan har birimiz safar qilganda ham shunday deymiz. Rasulimiz deydi-ki: "Allohumma antar rafiqu fis safar vel khalifatu fil ahli vel mali vel walad." Rasulimiz bunu deydi. Biz ham bugün bunu deymiz. Ma'nosi nima buning? Allah, sen safarda yo'ldosh, safarda sen hamrohsan deb shunday. Rabbimizga duo qilamiz. Har bir safar qiluvchi mu'min Rabbiga bu duoni qiladi. Ey Allah, sen safarda, mening mushu safarimda men bilan yo'ldosh, men bilan hamrohsan. Menga yordam bersan, menga osonlik qilasan, menga yo'llarimda mushu har xil qiyin xatardan saqlaysan deb duo qildi. Vel halifatu fil ahli vel mali vel balad. Va oilam, mol dunyorim qilib qolgan, yurtimda qilib qolgan mol dunyorim va farzandim, bola chaqalarim bularga iz bosarsan dedi. Vel halifa. Sen bular qarab qilib qolasan. Sen bular qaraysan dedi. Ya Rabbi, subhanallah. O'ylab baqayli qadrli qarindoshlar. Ajiba bu sifat, yani bir inson bilan o'xshash vaqtda biz bilan safarda hamroh bo'lsin,
Onun kendinden yurtumuzda hem o'xshash vaqtda yurtumuzda qolib qolsin. Aile, bola chaqalarimiz, mal dunyolarimiz, uy varallarimiz bilan bularni har xil qiyin xatardan saqlab, uningga izbosar bo'lib qolib qolsin. O'ylab boqaylik qadam, zamin yuzida bu ikki sifat, ya'ni bir vaqtda bir inson bilan safarga chiqib, safarda hamroh bo'lish va yana shu vaqtning o'zida oilasi, bola chaqalarga qarab qolib qilish, bu zamin yuzida boshqa biror maxluqda tepilarmi bu ikki sifat? O'xshash vaqtda, birli vaqtda bu ikki sifat zamin yuzida birasi tepilarmi? Hech bir insonda, hech bir maxluqda bu sifatning tepilishi mumkin emas, qadrli qarindoshlar. Biz bilan ham safarda birga bo'lish bilan oila, bola chaqalarimiz, mol dunyolarimizga qarab qilib qilish mumkin emas. Milyon hassa, milyon marra, milyon qatam mumkin emas, qadrli qarindoshlar. Shuning uchun ulamolar deganki, bu sifat, bu ikki sifat faqat va faqat Alloh subhanahu va taolada bir yerga keladi. Bir vaqt, o'xshash vaqtda, dal shu vaqtning o'zida safarda hamroh bo'lish, safar qiluvchiga, uning keyin uning bola chaqa oilalarida qilib qilish, uningga qarab qilish. Bu ikki sifat yolg'iz faqat va faqat Alloh subhanahu va taolada bir yerga keladi. Deyishlik ulamolar. Ya'ni Rabbimiz Alloh subhanahu va taolo safar qiluvchi mu'min bilan uni qo'g'dash, uningga ko'ngil bilish, uning safardagi ishlariga muvaffaqiyat qozondirish, uni mustahkam qilish, uning g'alaba qilish, uni qo'g'dash bilan safarda birga bo'lgan bo'lsa, uning uyi, bola chaqalari, mol dunyosi bilan o'zining ilmi, o'zining ilm, qudrat kamoli bilan ularga ko'ngil bilish, ularni har xil yomonlikdan saqlash bilan, har xil hodisalardan saqlash bilan Rabbimiz Alloh subhanahu va taolo vel xalifatu fil ahli vel mali vel valad bo'ladi. Shuning uchun qadrli qarindoshlar, bir insonda, insoniy jamiyat, insoniy bir muhitda bir insonda ham ilmning, ham qudratning ikki narsaning bir vaqtda bir yerga kelishi nihoyatda kamdan kam, nihoyatda nodir uchraydigan narsa. Bir vaqtning o'zida ham ilm, ham qudratning ikkisining bir yerga kelishi, bir insonda tepilishi bakmi oz uchraydi insoniy jamiyatda. Shuning uchun qaraymizki, shunda bir insonlar borki, ilmda eng cho'qqa pallaga yetgan insonlar bor, lekin qo'li qisqa. Hech bir ishni ro'yobga chiqara olmaydi. Hech nimani bilmaydigan insonlarning qo'lida ishlaydi hatto. O'ylab boqaylik. Yana bir insonlar qaraysizki, qudrat, kuch-quvvat jihatda shunchalik yuqori darajada, lekin ilmi nihoyatda ojiz, savotsiz darajada. Ilmi yo'q. Ilmi yo'q. Mana bu shaklda. Ikki agarda nodir oz uchraydi-dik, bu ilm va qudratdan iborat ikkili sifat, ikkili narsa bir insonda tepilgan taqdirdami, noit oz tepildi-dik, ikkisi bir yerga kelgan taqdirdami, bu bir yerga kelgan bu sifatga ega bo'lgan inson kelgusiga ham o'zining kelgusining nima bo'lganligiga hech qachon kepillik qilmaydi. Mening kelgusim manda bo'ldi, o'zining atisining nima bo'lishini bilmaydi. Kelgusiga hech kapolat, kelgusiga hech bir ishonch yo'q uning. Go'mmada meni qo'yolmaydi. Kelgusim bilan cho'qinmadi. Kelgusi emas, bir soatdan keyin o'ziga nima bo'lganligini bilmaydi. O'ylab boqaylik. Lekin Rabbimiz Alloh subhanahu va taolo bu ham ilm, ham qudrat va butkul narsalarning oqibati, hamma narsaning mustaqbili kelgusi ana shu Rabbimiz Alloh subhanahu va taolaning qo'lida. Ana shu Rabbimiz Alloh subhanahu va taolaning qo'lida. Vallohu bi kulli shay'in alim. Hamma narsani biluvchi. Bütün narsaning mustaqbili kelgusi Rabbimizning qo'lida. Hamma narsaning oqibati bizning oqibatimiz Rabbimizning qo'lida. Ala ilallohi tasirul umur. Agah bulunlarki, bilinglarki, ilallohi tasirul umur. Bütün işlarning hammasi Alloh subhanahu va taolo tarafga qaytadi. Bizning oqibatimiz, kul koinotning oqibati, nima bo'lganligi hammasi shu Rabbimizning qo'lida. Boshqasidan emas. Shu Rabbimizning qo'lida. Cheksiz kuch qudrat, kamali qudrat, cheksiz tasavvur qilg'isiz ilm, cheki yo'q ilm, nihoyati yo'q ilm Alloh subhanahu va taolaning.
Kudreti hem nihayetsiz, cheksiz bir kudret. Onun hükmüge, onun saltanatida, onun padişahlıqida hiç kim onunla şerik bulanmaydı. Hiç kim onunla hemkarlaşamaydı Allah subhanahu ve ta'ala. Ma lahum min dunihi min veliyyin ve la yushriku fi hukmihi ahada dedi Rabbimiz Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu da bu insanlara Allah subhanahu ve ta'ala'dan başka hiçbir dedi, ularga hiçbir veli igdarchilik qildigan bir zat, bir ilah yok Allah'tan başka. Allah'ın hükmü, Allah'ın saltanati, Allah'ın padişahlıqida hiç qandaq bir mahluk şerik bulamaydı Allah subhanahu wa ta'ala. Hemkarlışı bir şerik buladigan şu. Eğer de bu Allah'ın kainatıda, bu Allah subhanahu ve ta'ala'nın saltanatida Allah'tan başka bir ilah, Allah'tan başka bir yaratquchi, cho'qinuvchi bo'lgan bo'lsa edi, bu kainatning sistemasi Allah burun buzilib ketgan bo'ladi. Allah Qur'oni Karim deyishlik, agar da Allah'tan başka ilahlar bo'lgan bo'lsa, o kafirlar gumon qilayotganday, bu kainatning sistemasi Allah burun buzilgan bo'ladi. Bir ilah yarataman deydi, yana bir ilah buzaman deydi. Bir ilah beraman deydi, yana bir ilah bermayman deydi. Bir ilah mana manda qilamiz deydi, yana bir ilah mana manda qilamiz deydi. Birisi kech qilaman deydi, birisi kunduz qilaman deydi. Oho, o'ylab beqan qadarli qarindoshim. Bu kainatning sistemasi butunlay buzilgan bo'ladi. Birisi yana birisini ustun kelaman deydi. Men cho'qim buni besib kelishim kerak. Dunyoning podshohlari qarab beqan. Dunyoning podshohlari qanday beslashadi bir-birisidan. Bu kan ketken bu kainatta başka Allah subhanahu ve ta'ala'dan başka bir ilahның bo'lishi, tushunilishi, faraz qilinishi mumkin emas qadrli. Allah o'zi dedi ki, cho'qimki buzilib ketgan bo'ladi bu kainatning sistemasi dedi. O'ylab boqaylik. Hiçbir kuch yo'q Allah subhanahu ve ta'ala'dan huquq talashadigan, Allah subhanahu ve ta'alaga jang e'lon qiladigan, Allah subhanahu ve ta'ala'ning qilgan ishiga buzg'unchilik qiladigan hiçbir kuch yo'q. Şunun için mümin ana şu Rabbiga, ana şunda kudretlik, ana şunda biladigan Rabbiga tevekkül qilgan muddatcha, ana şunda Rabbiga esilgan muddatcha o mümin haqiqiy baxtli, mümin haqiqiy uftidigan, haqiqiy g'alaba qildigan mümin. Çünkü o hamma narsani bilguchi, hammaga qodir. Uning o'xshiga, uningga o'xshash hiçbir narsa kainatda mumkin emas, yo'q. Hiçbir narsa uningga o'xshamaydi Allah subhanahu ve ta'ala. Leyse kemislihi şey ve huves semi'ul basir. Hiçbir narsa onunla o'xshash emas. O hammani anglab turuvchi, hammani ko'rib turuvchi. Mana bu bizning Rabbimiz qadrli qarindoshlar. Biz mana bundaq ilahqa, mana bundaq Parvardigorga qul, banda bo'lib yashayapmiz qadrli qarindoshlar. Kul kainat onun mülki. Kul kainat hammasi onun mülki. Mülk igdarchilik jihatdan, uning xohlagancha tasarruf qilish jihatdan va oqibatining qanday bo'lganligi jihatdan, hamma jihatdan Allah subhanahu va ta'alaning mulki. Shuning uchun qadrli qarindoshlar, bizning Allah subhanahu va ta'alaga aytgan, Allah subhanahu va ta'alaga bildirgan, Allohga aytgan iymonimizning eng asosiy qismlaridan birisi nima? Eng asosiy qismlari, eng asosli tarafining birisi nima desa, shu Rabbimiz güzel isimlerini bilişimiz imanımızın asasi noktasıdır. Biz bunu bilge vaktimizde Rabbimizin bu güzel isimlerini, bu güzel isimlerdeki kudret, bu isimlerdeki ma'nilerini, düşüncelerini bilge vaktimizde Rabbimizge hakiki iman edebiliriz kadarla qarindoshlar. Rabbimizni hakiki düşünebiliriz kadarla qarindoshlar. Belki kadarla qarindoshlarimiz mayli televizor ko'ruvchilar bo'lsin, radio anglovchilar bo'lsin, shunday so'rab qilishi mumkin. Biz Esmaullah, Allah'ın güzel isimleri hakkındaki bu programımızda başlayan vaxtıda bir hadisini, Resulullah'ın bir hadisini söyleyip ötken. İnne lillahi tis'aten ve tis'in esmen mi'aten illa vahiden men ahsaha dekhalel cennet diye hadisini söyleyen. Allah subhanahu ve ta'ala'nın birikem 100 ismi, yani 99 ismi var. Kimi ki bunu ihsa kılsa cennetke kirdi diye hadisini söyleyip ötken. Bu hadis, kandak hadis, doğru hadis mi? Sahih hadis mi yoki emas mi deb savol so'rab qolsak bu savol gap qilish mumkin. Bu hadis sahihla emas, balki mutavatir deradagi hadis Rasulullahning. Sahih ve mutavatir derecesida kelgan hadis. Nihoyatda ko'p sahobalardan rivoyat qilingan hadis.
Hergiz ve hergiz düşünüp kalmaydı ki kadirli kıymetler. Biz dersimizden mukaddimesine hem sözlüdük. El-ihsaha diye Resulullah'ın sözünü hiç kaçan bunu yad edip koygan. Allah'ın 99 ismini yad edip koygan. Sanap koygan 1, 2, 3, 4 dep. Ya ki okup koygan dep düşünüp kalmaydı hergiz. Ya ki düşünüp koygan bunda manasını, tarifatlarını düşünüp, ha, mındak kende dep koygan dep düşünüp kalmaydı. Hayatta mındak düşünüp kalmaydı. İhsanın manasını mala şundak degen ki ellezî fehimeha ve nâle nasîbehu minha. Yani bu isimni düşengen ve şu isimlardan özünün nisibesini alalıgan, özünün hayatını yaşayalıgan mümin andın Allah'ın ismini ihsa kılgan bulalaydı. Her bir ismi qaysi isim bolsun, muşu 99 isimni düşünüp, onundan her bir isimden özüge yarışa nisibesini elip, hayatını tatbiqlap yaşayalıgan mümin dehalel cennet, cennetke kirdi, hatta cennetke kirip boldu dedi Resulullah Aleyhisselam. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ya Rabbi bizni ana şu müminlerden, ana şu baxtlik müminlerden, şu isimlerinin hemmesini düşünüp, şunundan nisibesini elip, hayatını tatbiqlap yaşaydıgan müminlerden kılışını tövençilik bilen tileyimiz ya Rabbi. Allah verdi ya Rabbi. Çünkü Rabbi, Resulümüz sallallahu aleyhi ve sellem'den başka bir hadisi de tahallaku bi ahlakillah. Biz nime üçün ihsanın manasını biz mukaddimede söylep bulduk, bir yerde uzatmayımız. Bunu düşünüp nisibesine ağandayımız. Resulullah'ın başka hadisi de tahallaku bi ahlakillah deyik Resulullah. Allah'ın ahlakını özünlağı özleştirinler. Allah'ın ahlakı özünlağı bir çıksın, hayatınlağı yaşanlar deyik Resulullah aleyhisselam. Acaba mümin Allah'ın ahlakını kandak özleştirirdi? Kandak özleştirirdi Allah subhanahu ve ta'ala'nın ahlakını? Allah subhanahu ve ta'ala'nın nahayet rahim şefkatlidir. Bilip koyuş bilerler rahim şefkatli. Onda koysa sen hem bu rahim şefkatlik Allah'ın bendesi olan iken sen hem rahim şefkatlik buluşun gerek. Bu sıfat sende tepiliş gerek. Allah subhanahu ve ta'ala nahayeti ötken saat dersimiz sözdük. Bütkül nersinin ki hemme nersinin mülki, hemme Allah subhanahu melik, padişah Allah subhanahu hemme nersinin igidarıcı hukuku onun kulda. Onda koysa sen şunun kıldayını sen hiç kimden ümit kılmaysan. Şu Rabbinin kuludek, şu Rabbinin bendesek yaşaysa dünyada. Hiç kimge yılınmaysan, hiç kimge yalvarmaysan, hakiki mümindek yaşaysan. Degandek her bir isimden özümüzge güçlük, özümüzge yarışa, şu isimni özümüzge sığdırıp nisibimizni alalısak andayken biz ihsa kılgan bulumuz. Rabbimizden ismini bilgen, düşüngen nisibisini algan mümin bulumuz ki Resulümüzden bu bişaretiga cennetke kirdi diyen bişaretiga layık bulalayımız kadirli kıyındaşlar. Hoş kadirli kıyındaşlar oylap bakayla ana şundak Rabbimiz şu çeksiz ilimge ega, çeksiz kudretke ega, bütkül nerslerinin akıbeti onun akıbeti, bütün nerslerinin akıbeti şu Rabbimizden kulda boğan Allah subhanahu wa ta'ala. Muşundak büyük, muşundak uluksal Allah subhanahu wa ta'ala'nın ki muhabbetini kolga keltirişke kimme urunmusun? Nimişki onun muhabbetini kolga kirişke urunmagdakmiz? Nimişki onunga yaqin bulishga tirishmagdakmiz? Bundak ulug' Allah subhanahu wa ta'ala'nın cenneti qandaqmi arzu qilmusun? Qandaqmi onun tevziqidan qo'rqilmusun? Onun cehennemidan qandaqmi panahliq tilanmusun qadirli qarindoshlar o'ylab boqaylar. Nayeti güzel etkan şu beytni sözlegen kişiga Allah subhanahu wa ta'ala rahim qilsin ki ila anta أو إلى متى أنت باللذات مشغول وأنت عن كل ما قدمت مسؤول. Sen kaçangıcı şu dünya lezzetleri, dünya nesler bilen meşgul bulup, şunun bilen aldıraş bulup yürüsen. Bu halin ki sen dünyada kılgan her bir işlerin, dünyada kılgan her kandak işlerinden mesul sual sorak tatilisen ey insan de.
Ala ilallahi tasirul umur. Bütkül işlarning akıbeti, hamma narsaning akıbeti. Shundaqla akıbetimiz ana shu Rabbimiz, ana shu Allohimizning qo'lida qadrli qarindoshlar. Shu yerga boramiz. Shuning oldiga boramiz. Endi yuqoridagi ma'nolarga yana Tixinbek Muhaymin ismini Tixinbek oshkorlab berdigan, Tixinbek tushuntirib berdigan shoxchi ma'nolar va al-Muhayminning. Bu Muhaymin ismini bizga Tixinbek go'zal tushuntirib berdi. Uning birinchisi, agar Alloh subhanahu va taolo Muhaymin bo'lgan bo'lsa, biz Muhaymin dedik, Rabbimiz Muhaymin. Ya'ni Alloh subhanahu va taoloning muhayminligi, hammani bilib turadiganligi, hammani kontrol qilib turadiganligi, hammani kuzatib turadiganligi, shunda qudratga ega bo'lishi, bu kuzatib turish, bu kontrol qilib turish haymanatuhu al-hubb va shafaqat. Ya'ni bu qadar qattiq kuzatishi muhabbat va shafqat yuzini ey inson, ey mu'min o'ylab baq buni dedi. Rabbing sen qahr qilib joylasan bo'ldi deb emas, sana kuyinganligidan, sana bo'lgan muhabbatidan, sana bo'lgan shafqatidan. Buni bir misoldan tushuntiraylik. Bir ana og'rib qolgan, biroz kasalib qolgan bir bolasi bovuqining atrofida kechalari uxlamay, shu bolasining barliq qilgan u yoqqa o'rlamda, bu yoqqa o'rlamda qilgan har bir harakatiga shunchalik chunqur nazar silib, ko'zini uzanmay, karvatining bolasining karvatining atrofida shunday diqqat qilib turadigan bir onani xayolingizga keltiring. Bu ana shunday yuraklari kuyib pishib bolaning harakatiga qarab turayotgan, bolani taskintab turish, bolani bir rohatga erishtirish uchun shu bolasi qarab, bolasini paplayotgan bir onaga qarab beqing. Shu onaning shu ko'rinishini ko'z oldimizda tasavvur qilib boqaylik. Onaning bu mehribon qiyofati, mehribon shu kuzatib, shu yerda qattiq kuzatib turishi, bolasini shunday kuzatib turishi, bu nima sabab bo'lgan? Shunday qilishiga nima sabab bo'lgan? Bu onaning qalbidagi shu bolaga bo'lgan muhabbat, shafqat yuzidan bu eng asosli ittirgich kuch bo'lib, bu onani bundan turg'izib o'tdi deydi. Ya'ni go'zal bir sabab, nayt mehr, muhabbat, shafqatdan iborat bir sabab buni onani shunday qilib o'tdi. Xo'sh, agar biz palonini Muhaymin, paloni qattiq kuzatuvchi paylabli yurdi degan bo'lsa, uni masalan joylash uchun, uni dastitish uchun, uni komlash uchun masalan birisi shunda birisini paylablam, har qanday ish qilsa oqisini shu tipirlablam, shuni butun qilgan ishini xotirlab, butun qilgan ishini kuzatib yurgan bo'lsa birisi, bu nima deymiz? Bu nayti, nijislik, bu buzuqlik deymiz. Bir insonda bu sifat. Shuning uchun inson bu Muhaymin ismi bilan bir inson güzel şekilde, to'g'ri şekilde sifatlansa, boshqacha ma'no bergan bo'lsa, ana hozir so'zlaganimizdek sifatlanib qolib qolsa, bu yomon holatda, biz buzuq, nejislik holatda sifatlandi. Muhaymin ismi bilan sifatlangan vaqtda. Ammo Rabbimiz Alloh subhanahu va taolani biz Muhaymin deb, Alloh subhanahu va taolo bu ism bilan sifatlangan vaqtda bo'lsa, ya'ni Allohning haymanati, Allohning bu qadar kuzatishi, bu qadar inchikilishi, u nima desa Alloh subhanahu va taolaning bandalarga bo'lgan muhabbati, bandalarga bo'lgan shafqati, mehr, muhabbati sababli, ularning dunyo oxiratlik baxt, saodati sababli shu baxt, saodatga bandalarimni erishtiray deb shunda qattiq kontrol qiladi. Shunda qattiq ko'zladi bandalarni. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam bu bir urushda bo'lgan ish. Rasululloh urushdan keyin bir ayolning bolasini shu jang tugagandan keyin kichik bir bolasini tepib, nimaning kishilarning arasini shu bolasini yugurib kelgan bolasini qattiq qo'yni eliblan bag'riga besib chin quchoqlab olgan bir holatni ko'rdi. Bir ayolning bolasini shunday quchoqlaganligini ko'rib, quchoqlab suyib ketganligini ko'rdi Rasululloh. Deydi-ki sahabalarga: "Atulqi hazihil mar'atu bi waladiha ila an-nar." Bu ayol o'zining bu bolasini o'tqa tashlamdi deb shunday so'raydi. Sahabalar bu atrofida. O'tqa tashlamdimi ayol shu bolasini degandan keyin sahabalar deydi-ki: "Ma'azalloh. Alloh saqlasin, mumkin emas uni tashlashi" degandan keyin Rasulimiz Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam shunday deydi-ki: "Vallazi nafsu Muhammadin bi yadihi lallahu arhamu bi abdihi min hazihi bi waladiha."
Allahu akbar. Qadrli qarindoshlar, bizning manda Rabbimiz bor. Bizning Rabbimiz mana bundaq Rabb, mana bundaq ilohning qullari, mana bundaq ilohning bandalari biz qadrli qarindoshlar o'ylab boqaylik. Payg'ambarimiz dediki, Muhammadning sallallohu alayhi vasallam, Muhammadning nafsi ilikida bo'lgan Alloh bilan qasam qilaman dedi Rasulimiz. Ha? Muhammadning nafsi ilikida bo'lgan Alloh bilan qasam qilamanki, Allah subhanahu va taala bandasiga o'zining bandasiga shu ayolning, shu farzandiga, shu bo'g'i, shu kichik bolasiga bo'lgan mehr muhabbatidan, rahimdilligidan bakrak rahimdil deydi Alloh payg'ambar alayhisalom. Ya. O'ylab boqaylik, Rabbimiz qandoq parvardigar ekan, qandoq iloh ekan qadrli qarindoshlar. Bandasiga shu ayolning, shu farzandiga bo'lgan mehr muhabbatidan bakrak mehr. Allahu akbar. Allahu akbar. Ya Rab. Ya Rabbi sening mag'firating, sening rahmatingni tilaymiz ya Rab. Sening rahmatingsiz biz hech nima emas ya Rab. O'ylab boqaylik. Demak, Rabbimizning bizga bu qadar bizni ko'zitishi, bu qadar ko'ngil bilishi, bu qadar tekshirishi, bu qadar kontrollikqa elishi muhabbat, mehr muhabbat. Bizning dunyo oxiratlik baxt saodatimizga hirisman bo'lganligini. Shunda qattiq ko'rsatdi. Yana bir narsa, ikkinchi bir ma'nosi bo'lsa, haymanatul amana, amonat kontrolligi. Amonat kontrolligi. Masalan, buni deymizki, palani bir ambarning amonatdori, ambarchi yoki ambar boshqaruvchi degan bo'lsak, ya'ni bu degan gap nima degan gap? Bu ambardan shu ambar boshqaruvchining xabarisiz hech bir narsa kirmaydi, chiqmaydi degan gap. Hamma narsa uning tizimlashi bilan, hamma narsa uning tashkillab, u ruxsat bergandan keyin kirdi va chiqadi degan gap hamda. Amonat, haymanatul amana degan vaqtida Allah subhanahu va taala nimish qiluvchi nihoyati butun muhayminning ma'nolaridan birisi, ya'ni xuddi ambarchi ambarining ichidagi narsani tamoman butunlay o'zi muhofazat qilib saqlab, uning xabarisiz hech bir narsa kirib chiqmagandek, muhayminning ma'nolaridan birisi al-hafiz, saqlovchi degan ma'nosi bor. Muhayminning ma'nolaridan birisi saqlovchi degan ma'nosi bor. Alloh subhanahu va taolo sura Yusufda shunday deydi. Fallahu khayrun hafiza va huwa arhamur rahimin. Allah subhanahu va taala saqlash, ya'ni saqlash jihatda eng yaxshi dedi. Muhofazat qilish saqlashda eng yaxshi dedi. Ajoyib yaxshi saqlovchi. U rahimdillarning eng rahimdilidir. Rabbimiz mana bundaq Alloh, qadrli qarindoshlar. Muhayminning ma'nolaridan birisi yana, agar Alloh subhanahu va taala bilan birga bo'lsang ey mu'min, agar sen shu muhaymin Alloh subhanahu va taala bilan bo'lsang, uning mavjud bor ekanligiga e'tiqod qilsang, uning bilan u tarafda bo'ladi ekansan, bir inson bilan munozirlashib qolib qolsang, har qanday sohada sen chuqum Alloh tarafda bo'lgan mu'min chuqumki nima ish qiladi? G'alaba qiladi. G'alaba qiluvchi bo'ladi. Chunki koinotda yuz berayotgan barliq hodisalar, barliq ishlar mu'min qo'ygan nazariyani tasdiqlab, mu'min qo'ygan nazariyaning haq ekanligini isbotlab maydonga keladi. Shu narsalar yuz berdi. O'ylab boqaylik. Bugun dunyoda har bir inson bir fikr, bir nazariya, bir tushuncha, bir mazhab, bir yo'l, shuni nurg'un narsalarni o'ttirib qo'ydi, tashlaydi. Ya'ni har bir inson bir fikrni, bir tushunchani bir o'ttirib qo'ydi. Har bir bo'layotgan ishlar to'g'risida ham har xil tushunchalar, har xil fikrlarni o'ttirib qo'yishdi. Har xil tahlil mulohizlarni o'ttirib qo'ydi. Oqibat nima bo'ldi desangiz, butun ishlarning oqibatida Qur'oni Karim olib kelgan haqiqat, butun yuz berayotgan voqealiklar, yuz berayotgan ishlarning hammasi Qur'oni Karim olib kelgan, Qur'oni Karim so'zlagan, Qur'oni Karim xabar bergan haqiqatlarni isbotlab, shuni tasdiqlab zamin yuziga ro'yobga chiqaradigan gap. Shuning uchun mu'min Alloh bilan bo'ladi ekan, Qur'on tarafida bo'ladi ekan, muhaymin Robbi tarafida bo'ladi ekan, u har qanday sohada, har bir sohada g'alaba qiluvchi, chuqur g'alaba qiluvchi. Hech bir zaman o'ttirib qo'ymaydi. Muhaymin tarafda bo'lgan, Robbi tarafda bo'lgan mu'min hech qachon o'ttirib qo'ymaydi.
Masalan, mu'minning nazariyasi bo'yicha o'ylab boqaylik. Alloh Qur'oni Karimda yamhaqullohu riba va yurbis sadaqat dedi. Alloh riba, Alloh o'simni yo'q qilib, uni vayron qildi dedi. Sadaqalarni bo'lsa ziyodlashtirib berdi. Mu'minning e'tiqodi bu. Alloh Qur'oni Karimda so'zladi. Mu'min e'tiqodim bu deb yashaydi. Ammo o'simxo'r deydi-ki, ya bu aqlga uyg'un emas bu. Qandaqsiga men 1 pulini bu yerda bankaga silib, buni o'simini elib rohat yashamay, to'ngiltib qo'yman salomatim deydi. Buni chuqum kallamni ishlatib men bu yerda qilishim kerak deb shuna deydi. O'simini elib qashlashim kerak deydi. Hayot degan bu deydi. Mu'min bo'lsa, mu'min bo'lish bilan Alloh subhanahu va taolaninki riba o'simni harom qilganligi, o'sim bilan tepilgan pulning chuqum vayron bo'lganligidan iborat bu fikrni o'ttirg'a tashlaydi. Kafirning nazariyasi dindan yiroq maxluqlarning o'zining shahvatiga ergashgan maxluqotlarning nazariyasi. Kunlar o'tidi, oylar o'tidi qaraydigan bo'lsangiz, u murabiy, u o'simxo'r, u jazonixo'rning oqibatining qanday bo'lganligini, Allohning qanday vayron qilganligini ko'rasiz. Ya'ni bu masalada ham mu'min kim o, muhaymin kim bo'ldi bu yerda? Ishning hamma tarafini kontrol qilgan, muntasir bo'lgan, g'alaba qiluvchi kim bo'ldi? Mu'min bo'ldi. Mu'min bo'ldi. Mu'min bo'lish nazariyasi bilan Alloh subhanahu va taolo haromga, ko'zni haromga qarashdan chekladi. Alloh harom qildi degan nazariyani, bu fikr, bu e'tiqodni tashlaydi. Dindan yiroq, din bilan xo'shi yo'q, kafir, munofiq, bu maxluqlar shahvatparast maxluqlar. Ko'z nimaga yaratildi? Bu ko'zni huzurlantirishim kerak. Bu go'zalliklar, bu go'zal qizlar, ayollar nimaga yaratildi? Ko'zni bo'lishiga qarab, ko'zimizni chakchaytib qarab turib, ko'zimizni huzurlantirishimiz, qalblarimizni huzurlantirishimiz kerak deydi. Kunlar o'tidi. Qaraysizki, Alloh subhanahu va taolaning qanday jazolaganligini ko'rasiz. Har xil kasallar bilan, har xil narsalar bilan jazolaganligini ko'rasiz. Qalbining qora bu shaklda. Kim futdi bu yerda yana? Kim futdi? Ko'zini haromdan yiqqan, pok yo'lda harom narsaga qaramagan mu'min qirg'a vaqtida qartılma shunchalik pokiz, shunchalik nurliq, ko'zlari shunchalik o'tkir. Dal aksi ikkinchisi turdagi maxluqlar qarab yiqqan. Qaysi holatni ko'rasizki ularni? Alloh shu pok yurgan mu'minga mushu dunyoda harom qaramagan shu mu'minga mushu dunyoda uning qalbiga halovat, iymonning halovatini mushu dunyoda tetdi. Oxiratdagi u ayrim narsa mushu dunyoda tetdi uni. Ha? Mushu dunyoda tetdi. Qalbida iymonning halovati, uning kendi oilasida mehr, muhabbat, inoqlik, shunchalik go'zal illiq bir oila. Ammo u harom bo'lishi qaraydigan maxluq qaraydigan bo'lsangiz, hayoti jahannamning ichida yashayotgan. Ha? O'ylab boqaylik. Kim g'alaba qilg'uchi? Ana shu mu'min, Alloh subhanahu va taoloninki yo'l yo'riqi bo'yicha mangan, uning ta'limoti bo'yicha mangan mu'min g'alaba qilgan bo'ldi. Ha? O'ylab boqaylik. O'ylanish masalasida bir mu'minga qaraysizki, u har qanday narsadan shu qizning, o'ylanmoqchi bo'lgan qizning dinini eng ustun o'ringa, birinchi shart, birinchi talab qiladi. Dini muhim menga deydi. Yana birisiga qaraysizki, u mol dunyosi, chiroyi, go'zalligi bu narsani oldin o'rin qo'ydi. Mu'min uning dinini tanlagan, dinini eng birinchi asosga qo'ygan mu'minning hayotiga qaraydigan bo'lsangiz, Alloh subhanahu va taolo uning bütün hayatida shunchalik baxtli turmush, mushu dunyoda yashaydigan gap. Ammo uning ishpiti, uning sharafi, diniga sal qaragan, go'zal bo'lsa bo'ldi, men ko'zimning yig'ini yeyish kerak deb qaragan, buni hammadan birinchi o'ringa qo'ygan insonga qaraydigan bo'lsangiz, uning hayotida balki har bir mushu televizor oldida o'ltagan yoki radioda anglayotgan qarindoshlarimiz qanchilgan qissalarni hayotida o'zining do'st birodarlari atrofidagi kishilardan anglagan bo'lishi mumkin. Shundoq do'stlar ham bo'lishi mumkin. Shundoq narsa bilan qizni ana shu go'zallik jihatida tanlagan,
boshqa narsa menga go'zal bo'lsa, uning dini, pini boshqa narsa muhim emas menga deb qarab to'y qilgan, shunday hayotini kechirgan insonlarningki qanday oqibatga qolib qolganligini, qanday turmush kechirganligini har bir qarindoshlarimizning anglagan yoki ko'rgan bo'lishi mumkin. Uning hayoti jahannamdan bir parcha bo'lgan gap qadrli qarindoshlar. Chunki u ishning birinchisini mu'min bo'lsa, ishning birinchi qadam bosqichini Alloh subhanahu va taolaning itoatini Allohga itoat qilish, Allohga bo'ysunish bilan boshildi. Natijasini o'sha hayoti dunyoda ko'rdi. Oxiratdagisi boshqa. Ikkinchi bir shaxs o'zining shahvat nafsini oldingi o'ringa qo'yib boshladi va mushu dunyodan boshlab ko'rdi uning oqibatini. O'ylab boqaylik, Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karim sura Baqarada shunday deydi. "Va la tankihul mushrikati hatta yu'minna va la amatun mu'minatun khayrun min mushrikatin walau a'jabatkum va la tunkihul mushrikina hatta yu'minu va la 'abdun mu'minun khayrun min mushrikin walau a'jabakum ulaika yad'una ila an-nar wallahu yad'u ila al-jannati wal maghfirati bi iznihi wa yubayyinu ayatihi lin-nasi la'allahum yatazakkarun." O'ylab boqaylik. Allah deydi ki, mushrik qizlarni, mushrik qiz, dinsiz, mushrik qizlarni hattoki ular iymon etmoq uchun nikohinglarga olmanglar dedi Alloh subhanahu va taolo. Oyat tushirib Alloh subhanahu va taolo. Iymonsiz mushrik qizlarni hatta ular Allohga, oxirat kuniga haqiqiy musulmon bo'lib, mu'min bo'lib, iymon etmoqcha nikohinglarga olmanglar ey mu'minlar dedi. Ey mu'minlar olmanglar dedi. Bir didak, bir cho'ri qiz dedi. Bir cho'ri bir mu'mina, bir didak muslima mushrika, ya'ni azat bo'lgan, hattoki uning go'zalligi, chiroylikligi, mol dunyosi, yana bir narsa sizlarni ajablantirib, deb og'zinglarni ochtirib sizlarni hayron qoldirsimi, bir mushrikadan, dinsiz bir mushrika, dinsiz bir mushrik ayoldan, mushrik qizdan bir didak cho'ri bo'lgan bir qiz yaxshi dedi Alloh subhanahu va taolo. Oyatning ikkinchi temasi shunday deydi-ki, "Va la tunkihul mushrikina hatta yu'minu." Ham deydi-ki, sizlar mushrik adlarga ular iymon etmoqchi qizlaringlarni nikohlab qo'ymanglar, qizlaringlarni bermanglar dedi Alloh subhanahu va taolo. Mushriklarga, kafirlarga, bularga ular iymon etmoqchi, Allohga iymon etmoqchi, haqiqiy mu'min bo'lmoqchi, ularga qizlaringlarni nikohlab bermanglar. To'yini qilib qo'ymanglar, qizlaringlarni bermanglar dedi. Deydi-ki, bu mushrik sizlarni ayron qoldirsimi? Qaddi qomati kirishganligi bilan, mol dunyosi bilan, kuch-quvvati bilan, yana bir narsa bilan sizlarni hayron qoldirsimi? O mushrik, o iymonsiz sizlarni shunday hayron qoldirsimi? Bir mu'min bo'lgan bir qul, bir taqvo, bir mu'min qul, bir musulmon qul shu mushrikdan yaxshi dedi Alloh subhanahu va taolo. Necha ming hassa yaxshi dedi Alloh subhanahu va taolo. O'ylab boqaylik. Ulaika, ana shular bu mushriklar bo'lsa, o mushriklar erishgan bu narsalarning hammasi ulaika yad'una ilan nar. Ular sizlarni jahannamga chaqirdi. Jahannamga da'vat qildi, jahannamga chaqirdi. Alloh subhanahu va taolo jannatga chaqirdi, jannatga va o'zining mag'firatiga chaqirdi Alloh subhanahu va taolo. Alloh o'zining oyatlarini insonlarga la'allahum yatazakkarun, ular vazniyat olsin, tushunsin, buni bilsin deb shunday bayon qildi Alloh subhanahu va taolo. Qadrli qarindoshlar, o'ylab boqaylik, shahvati bilan yo'lga chiqqan, o'z shahvati, o'zining shu nejis shahvati bilan yo'lga chiqqan, bu nuqtadan yo'lga chiqqan kishiningki, qizvol degan shu ko'zning yig'inaydigan bo'lish kerak deb yo'lga chiqqan bu maxluqning hayoti, uning dini pini hech bir narsa bilan ishim yo'q degan. Albatta, go'zallik din bilan birlashsa, dini ham taqvodorlik ham yuksak pallada shundan yaxshi bo'lib, ham go'zal bo'lsa, u fabiha va ni'mat, u nihoyatda go'zal ish bo'ldi. Ammo lekin
dindar, nayeti güzel, takvadır birisi batırıp bunu tanlamasdan, bunu asasi o'ringa chiqarmasdan, yana bir faqat qiz izdegan vaqtda go'zalligini, chiroyliligini izlash, bu talab birinchi o'ringa chiqishi, bu bir musibat qadrli qarindoshlar. Musibat. Uning hayoti jahannamning bir parchasiga aylandi. Uning hayotida ko'rgan gap uning oqibatini. Qadrli qarindoshlar, endi biz Rabbimiz Alloh subhanahu va taolaning Muhaymin ismiga bizni bu ismni tixinbak Rabbimizning qanchalik kuzatkuchi, qanday qudrat egisi ekanligini bizga tixinbak oshkorlab beradigan amaliy shohid, amaliy misollarni keltirish bilan darsimizni, programmamizni davomlashtiramiz. Musa alayhissalom hammamizga ma'lum. Qur'oni Karimda Alloh subhanahu va taolo Musa alayhissalomni Fir'avin degan maxluqning qashig'iga avatgan vaqtida Musa alayhissalom bilan albatta qilindishi Harun alayhissalom. Avatgan vaqtida nima dedi? Qur'oni Karimda bu oyat tilg'alindi. Sura Tahada. İzhaba ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatazakkaru aw yakhsha. İkkinlar beringlar dedi Allah subhanallah. Musa alayhissalomdan Harun alayhissalomga. İkkinlar Fir'avnning yeniga beringlar. O haqiqatan haddidan oshdi dedi Allah subhanahu taala. Haqiqatan haddidan oshdi. Uning qishqa beringlar. Va ikkisi deyapti-ki, sizlar ikkinlar uningga deyaptinglar-ki, qawlan layyinan muloyim, yumshoq so'z qilinglar deb shuna dedi. Nima dedi? La'allahu yatazakkaru aw yakhsha. Balki u vaz nasihatni qabul qilishi yoki qilmishlardan qilayotgan bu buzuq Bani Isroil selayotgan bu tajovuzchilik, bu Allohga qarshi chiqib o'zini iloh deb e'lon qilgan bu nijis, bu buzuq qilmishidan qo'rqib qilishi mumkin dedi Alloh subhanahu taolo. Fir'avn kim bu? Musa alayhissalom avatilgan Fir'avn kim? Bu Fir'avn Bani Isroil avlodini, Bani Isroilning bütün tug'ilgan, erkek tug'ilgan har qanday Bani Isroilning avlodini o'zining taxtidan qo'qib o'ltirib etgan shunday. O'ltirgan. Uning qizlarini bo'lsa shu o'ziga didak qul cho'ri bo'lish uchun, o'zining xizmatini xizmatkor holatida qilib qilish uchun hayot qoldirgan erlarning hammasini o'ltirib etgan Fir'avndan iborat maxluq. Kim buning oldiga chiqib, ha? Buning oldida so'zlashga kim jur'at qila olsin? Qanday kishi jur'at qila oladi? Sening so'zlayotgan so'zing batil, sen haqiqat deb mushunda uning qilayotgan bu davosini, o'zini iloh deb qilayotgan bu davosini yo'qqa chiqarib yolg'on ekanligini e'lon qilishga kimmi qodir bo'ladi? Kimmi jur'at qila olsin? O'ylab boqayli. Uning davlati ashu zamonasidagi eng kuchli davlat, qo'shuni eng kuchli qo'shin ana shunda holatda edi Fir'avn. Rabbimiz bu buyruq berilgandan keyin nima dedi? Musa alayhisalomdan Harun alayhisalom dediki, "Qala Rabbana innana nakhafu an yafruta alayna aw an yatgha." Qala la takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara. فأتياه فقولا إنا رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى degan oyat nozil bo'ldi. U ikkisi dediki, Musa alayhisalomdan Harun alayhisalom dediki, Rabbimiz biz bu Fir'avn degan maxluqning bizni jazolashga oldirib ketishdan, bizni darhollam jazolab etishini yoki texinbak haddidan eshishidan qo'rqamiz dedi. Bundan qo'rqamiz. Fir'avn degan qanday maxluqlar yuqori dedik. Bundan qo'rqamiz degandan keyin Alloh dediki, qo'rqmanglar dedi. Sizlar qo'rqmanglar. Men sizlar bilan birgaman, asma'u va ara. Anglab turman. Fir'avn degan maxluqning nima deb javob qaytaradiganligini, nima deydiganligini anglab turman va sizlarga nima ish qildiganligini ko'rib turman dedi Alloh subhanahu taolo. O'ylab boqaylik. U ikkisining qishig'i berib danglarki, inna rasula robbika, biz sening parvardigoringning elchilarimiz, sening parvardigoringning elchilarimiz,
Bani İsrailni qo'yib etkin. Biz bilan Bani İsrailni qo'yib etkin. Ularni azoblama, ularni qiynama deb shuni tanladi. Va danglarki, biz sening qishingga Parvardigoring tarafidan uchuq mo'jiza olib keldik. Uchuq oyat, dalil, mo'jizalarni olib keldik Parvardigoring tarafidan. Hidayet, vassalamu ala man ittaba'al huda, xotirjamlik, azobdan qutulib qolish, tinchlik, bu nima desa, amallik Allohning hidoyatiga ergashganlarga xosdir. Allohning hidoyatiga ergashgan to'g'ri yo'lda manganlargadir. Haqiqatan bizga shundoq vahiy qilindiki, annal azaba ala man kazzaba va tawalla. Bu Allah'ның möcüzelerini, Allah'ның peygamberlerini yalğanğa çıkargan, inkar kılgan ve yüz örügen kişilerge Allah'ның azabı bulduğanlıqından ibaret. Bu vahiy bizge nazil kılındı, bizge vahiy düşürüldü dep, şunda eytanla dep Allah subhanahu ta'ala bu talimatını, bu yol yoruqını berip atır. Yani bu ayetin aldığan bizim şahitimiz Allah dedi ki o ikisiga, Musa aleyhisselam'la Harun aleyhisselam'a, inneni ma'akuma asma'u ve ara. Yani men sizlar bilan birga ey Musa ve Harun, men sizlar bilan birga anglab turman, ko'rib turman. Yani Firavun mening qo'limda dedi Allah subhanahu wa ta'ala. Men muhayminman dedi Allah subhanahu wa ta'ala. Men hammani kontrol qiluvchiman. Firavun mening qo'limda. Yani ey mu'min, agar sen Allah subhanahu wa ta'alaga iman keltirsan, muhaymin zat, muhaymin Rabbing bor ekanligiga iman keltirsan, sen onunga tamamen teslim bo'lsan va qalbing hamma nervlaring tatib hammasi rohatlanadi. Qalblaring xotirjamlikka erishadi. Muhaymin Rabbingga yo'lansang, muhaymin Rabbingga iman etsang, sen bo'lgan ish bu. Hamma jihatdan rohat topsan. Bütün iş Allah subhanahu wa ta'ala'nın qulida. Onun ilmi, kudreti, hamma mahlukatının hammasi Allah'ның qulida. O bütün işinin yuşurun aşkara hamma narsani bilib turadi degan bu e'tiqod. Mu'minga qanchalik rohat bag'ishlaydi, qanchalik iymonini yuksaltadi, qanchalik xotirjam qildi mu'min o'ylab boqaylik. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning hayotida yuz bergan, Rasulimizning hayotida yuz bergan ish o'ylab boqaylik. Xaybar Yahudileri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o suikast tüzüydü. Suikast kıldı. Suikastını planlap Resulullah kelgen vaxtida onun beşiği yoğan bir taşını gümtürüp, düşürüp Resulullah'ını öldürüp dep onun qutuluşunu planlaşırdı. Özlerinin gumanı bu için bu planını tüzüşken Yahudiler. Naiti, yuşurun, naiti, mahbi haleti planı tüzüşken. Kim haber koydu Resulullah'a? Şu kafirler, şu Xaybar Yahudileri plan tuzishib Rasululloh mashhad o'ltaga vaqti shu o'ltaga o'rnining ustiga qilamiz deb plan tuzishgan, shu o'rindan boshqa yoqqa yo'tkilib ketishiga kim xabar qildi? Alloh subhanahu va taala. Bütün narsani bilguchi, hammani kontrol qilib turuvchi, hammani ko'zitib turuvchi ana shu Rabbimiz Alloh subhanahu va taala xabar qilib qo'ydi. Ya'ni Alloh muhaymindir. Ular deyishgan bu munofiqlar, bu kafir, bu yahudilar deyishgan bu suiqasdning planini Allah xabar qilib qo'ydi. Yana Umayr ibn Wahb Safvan ibn Umayya bilan o'ltirib paranglashdi. Bu nayti Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam Madinaga hijrat qilib bo'lgandan keyingi bo'lgan ish. Makka mushriklari nurg'un qatim bu qanday qutulsak ular, qanday yo'qolsak ular nurg'un qatim mag'lubiyatga uchrab, mushu sarson holat turgan vaqtida, nayti kallas qetib turgan vaqtida Umayr ibn Wahb Safvan ibn Umayya bilan turgan vaqtida bu yerda Umayr shuna deydi: "Atamanna law azhab ila al-Madina فأقتل محمدا وأريحكم منه لولا ديون ركبتني ولولا أولاد أخشى عليهم العنت." Tafşuna deydi. Agarda mening ustimga yuklanib ketgan, gadnimga yuklanib ketgan qarzlarim bo'lmagan bo'lsa va mendan keyin qolsa kambag'al bo'lib qolib, qiyinchilikda qilib qolishdan qo'rqadigan farzandlarim, bolalarim bo'lmagan bo'lsa, men Madinaga berib Muhammedni öldürüp sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedni öldürüp ve onu sizlarni bir xalas qilib bir uftigib sizlarni Muhammeddan bir qutuldirib öldürüversem deb shuna deydi. Umayr ibn Wahb islom keltirishdan burun qoldi, dema.
Bunu Safvan ibn Umayya anlab, Mekke müşriklerinden kattı başlardan birisi. Safvan ibn Umayya anlab derhal deydi ki: "Amma duyunul lati aleyke fehiye aleyye balagat mahma balagat, ma balagat." Amma senin qarzlaring qanchalik ko'p bo'lib ketsin, qarzlaring mening ustimga. Men to'layman qarzingni dedi. Va amma avladuk, amma ballalaring bo'lsa fahum avladi, famdi lima arat. Ular bo'lsa mening avladim, mening ballalarim, sizning farzandlaringning hammasi mening ballalarim. Men boqaman. Sen iroda qilgan bu ishingni darhol ijro qil, darhol mang'in deb shuna dedi. Degan Umayr ibn Vahb qilishini zaharga sug'urib, qilishini bo'yniga atgan beti uluqini minib Madinaga yo'lga chiqadi. Madinaga kelgan hamon Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu bilan uchrashib qoldi. Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu buni ko'rib, la hada aduvullohi Umayr yuridu sharran. Darhallam ko'rdim mu'minning kuch-quvvati, mu'minning ko'z nurining quvvatininki qancha kuchliligini. Ma Allohning dushmani Umayr bir yomonlikni o'ylab keldi deb shuaman dedi. Va tutgan pati qilichiningki nimasi? Qilich osquchilarni bog'lablam uni haydigan pati Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qishga haydib kirdi. Kirib deydi ki Rasulullahga: "Ya Rasulullah, haza aduvullohi Umayr, jaa yuridu sharran." Bu Allohning dushmani Umayr yomonlikni o'ylab bir yomon ishni iroda qilib keldi bu deb shunday keldi. Allohu muhaymin. Muhaymin Allah subhanahu va taolaning qanday ishlarni qilganligiga quloq soling qadrli qarindoshim. Rabbimizning qanday muhaymin ekanligini bilish uchun tövendeki qissasiga quloq soling, tövendeki hadisiga quloq soling. Peygamberimiz sallallohu alayhi va sallam deydi ki Umar radhiyallohu anhu: "Ey Umar, qo'yib o'tgan dedi. Qo'yib o'tdi." Andan Umayrga dedi ki: "Ey Umayr, yiqinlashqin menga" dedi. Umayr yiqinlab keldi. Yiqinlab keldi. Shuning bilan Rasulimiz sallallohu alayhi vasallam unga dedi ki: "Bizga salom qilgan, sallim alayna." Bizga salom qilgan degandan keyin dedi ki: "Imta sabahan ya Muhammad." Sallallahu alayhi vasallam. Attiganlikin xayrlik bo'lsin ey Muhammad dedi. Umayr ibn Vahb. Degandan keyin Payg'ambar alayhisalom dedi ki: "Qul assalomu alaykum." Allohning salomi assalomu alaykum deb shunday degandan keyin dedi ki Umayr ibn Vahb dedi ki: "Lastu ba'ida ahdin bil jahiliyya, haza salamuna" dedi. Men jahiliyet devriga yiroq kishilardan emasman. Men shu davrda kishilardanman. Men shundoq kishidanman. Bu bizning salomimiz deb shunday dedi. Hech ikkilanmasdan buni dedi. Degandan keyin Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam dedi ki: "Seni nima olib keldi bizning qishimizga? Nima shudan kelding?" deb shunday so'radi. So'ragandan keyin qerindishimni asirlikdan, sizlarning qulunlarga asirga tushib qolgan qerindishimni asirlikdan qutqizish uchun keldim deb shunday dedi. Degandan keyin Rasululloh dedi ki: "Bu bo'yningga otib olgan bu qilish nima qilish? Nima olib kelding bu qilishni?" degandan keyin Umayr dedi ki: "Qatalahallohu min suyuf va hal nafa'atna yawma Badr." Allah bunda qilishlarning jajisini versin. Allah bunda qilishlarni o'ltirsin. Bizga bu Badr kunisi bizga bir foyda yetkazganmidi bu qilish deb shunday dedi. Chunki Badrda mag'lub bo'ldik. Bizga bir foyda yetkazganmidi bu qilishlar? Allah o'ltirsin bu qilishlarni. Balasini versin Allah deb shunday dedi. Degandan keyin Payg'ambar sam dedi ki: "Quloq solayli. Alam taqul li Safwana laula duyunun rakibatni wa laula awladun akhsha alayhimul anat la zahabtu wa qataltu Muhammadan wa arahtukum minhu." Ya Rab, qadrli qarindoshlar. Rasululloh alayhissalom Umayr ibn Vahbning Makkada turib Safvan ibn Umayyaga shunchalik atrofiga diqqat qilib turib, hech bir insonni anglatmay turib kusurlashib paranglashgan heliqi parangini Umayr ibn Vahbning og'zidan chiqqan har bir kalimani xuddi Rasululloh yendi turib Umayrning og'zidan anglagandek deb beraylik. O'ylab boqaylik. Dediki: "Sen Safvan ibn Umayyaga agar ustimga gadallarimga minib ketgan ustimdagi qarzlarim bo'lmagan bo'lsa va mendan keyin qolsa ularning kambag'al bo'lib qiyinchilik qilib kambag'allikda bo'lib qolishidan
qo'rqadigan farzandlarim, ballalarim bo'lmagan bo'lsa, men cho'qim Madinaga berib Muhammadni o'ltirib sizlarni uningdan deb sizlarni qutqazgan bo'lardim, sizlarni berohatga erishtirgan bo'lardim deb shunday demadingmi ey Umayr deb Rasululloh buni deydi. Buni anglagan Umayr ibn Vahb buni anglagan. Buni anglab hang-tang qildi va shu yerdalam Ashhadu an la ilaha illalloh Allohdan boshqa ilohning yo'q ekanligiga guvohlik beraman. Va ashhadu anna Muhammadan abduhu va rasuluhu. Va Muhammad sallallohu alayhi vasallam Allohning payg'ambari, elchisi payg'ambar ekanligiga guvohlik. Shu yerda iymon etdi, qadrli qarindoshlar. Shu yerda iymon etdi. Ya Rabbi, muhaymin zat qandoq zat ekan? Ana hammani bilguchi, hammani ko'z tutib turguchi, butkul ishning tashi, oshkorisi, yushurini, maxfisi, butun narsani bilib turadigan u muhaymin zat Alloh subhanahu va taala xabar qilib qo'ygan Rasululloh. Payg'ambar alayhissalomga bo'lgan bu ishning hammani xabar qildi. Alloh yetkazib qo'ygan. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning yeniga bir ayoli kelib shunday shikoyat qildi Rasulullohga. Ya Rasululloh, paloni men yosh vaqtimda oilamdagilar, ota-onam, oilamdagilar bor, mol dunyorim bor, go'zallikim bor, shunday yosh vaqtimda meni nikohga oldi. Men ham uningga tug'ib berdim va oilamdagilarning hammasi mendan ayrilib bir tarafga ketishdi. Uning keyindan mening mol dunyolarim tugidi, yeshim cho'ngaydi. Hala bugun kelgan vaqtida ma siz men uchun onamga o'xshash anti alayya ka zahri ummi zihar qilish deydi buni. Ya'ni o'zining onasiga o'xshaydi ayolini. Sen mening onamga o'xshaytiblam. Bu nikoh chiqib ketadigan ahvol yuz beradigan ish. Bu shaklda meni shunday dedi deb shikoyat qilib kelgan ekan Rasulullohga. Shikoyat qilib kelib dediki, "Endi mening uningdan ballarim bor mening" deb dedi. Ballarim bor. Agar men uni ularga qo'yib qo'ysam, ballalarimni erimning qishida qo'yib qo'ysam, ular tarbiyasi hamma jihatdan tugishib, vayron bo'lib ketadi, ballalarimni qo'yib qo'ysam. Agar men ballalarimni o'zim elib, yenimga o'zim elib olay desam, ular och qoladi deb shu ahvolni qilib shikoyat edib kelgandan keyin kuyimchan Rasulimiz sallallohu alayhi vasallam bu ayolning holiga, bu ichinishlik holiga qarab ichi og'ritib, mehr muhabbat shafqat yuzidan o ayolga ichi og'rib ketib yig'lab ketdi Rasululloh alayhisalom. Yig'lab ketdi. Dediki, "Ma azunnuki illa qad binti minhu." Taloq bo'lib ketibsiz deb qarayman. Taloq bo'lib ketibsiz deb shuna degandan keyin, Alloh subhanahu va taolo oyat nozil qildi. Sura Mujadala deyish qildi bu oyat. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. يا رب وإلى بقى إلى قدر لقير النشر. الله سبحانه وتعالى sana iri haqqida sen bilan munozirlashgan ayolning so'zini angladi Allah subhanahu. O'ylab baqayla. İri haqqida sen bilan munozirlashgan, sen bilan paranglashgan ayolning so'zini Allah angladi. Allohga shikoyat qilib, iri haqqida sen bilan munozirlashgan bu ayolning so'zini Allah angladi. Vallahu yasma'u tahawurakum. Allah sizlarning halqa paranglashgan ikkinglarning parangini angladi dedi Allah subhanahu. Allah anglaydi. İnnalloha sami'un basir. Shaksizki Allah hammani anglag'uchi, hammani ko'rib turg'uchi. Al-Muhayminning sifatlaridan birisi bu dedi. Hammani bilguchi, hammani anglab turg'uchi, hammani ko'rib turg'uchi. Butun hiçbir sir maxfiyat yo'q Allah subhanahu va taologa nisbatan. O'ylab boqaylik qadrli qarindoshlar. Bizning Rabbimiz qandoq zot ekan? Muhaymin Rabbimiz qandoq zot ekan o'ylab boqaylik. Shuning uchun Umar ibn al-Hattob islomdagi eng kuchli, eng kuchli sahobalardan biri bo'lgan, hammamizga mashhur bo'lgan, tunishliq bo'lgan, noiti keskinlik bilan tunishliq bo'lgan Umar ibn al-Hattob radhiyallohu anhu o'zining xilofatlik davridami
Her qitim moşundaq bir küçlük aşındaq hamma adam titreydigan Umar ibn Hattab radiyallahu anhu aşı bichara ayolning qashidan o'tsa derhal özünün uluqidan tushadi. Derhal özünün uluqidan tushib, o ayolga hurmat bildirgan asosda hurmat bildirib turib, adab bilan o ayolning so'zini oldi qo'l qo'shtirib turib, uning so'zini anglaydi. Umar ibn Hattab radiyallahu anhu. Ha? O'ylab boqaylik. Xilafatlik davrida birisi shundaq, yana shundaq bir hodisa qilib, o ayolga uchrab qilib, darhol uluqidan tushib, uni adab bilan uning so'zini anglagandan keyin birisi turib dediki, "Ya amiral mu'minin, wa tastami'u li hazihi al-mar'a wa anta amirul mu'minin." Sen amirul mu'minin, bütün mu'minlarning amiri bo'lgan bir xalifa, bu yo'lni yutgan bir ayolniki darhol tushib uning so'zini anglab quloq solib o'tirsan, bu nima ish bu degandan keyin Umar ibn al-Hattab radiyallahu anhu dediki, "Kayfa la astami'u laha wa qad istama'a Allahu laha min fawqi sab'i samawat." Men qandaqmi u ayolga quloq solmay, Alloh subhanahu va taala 7 qat osmonning ustidan uning so'ziga quloq solgan Rabbim Alloh. Qandaqmi uningga quloq solmaydi? O'ylab boqaylik. Allohu muhaymin. Rabbimiz ana shundaq bilguchi. Ana shundaq anglag'uchi, ana shundaq ko'rib turuvchi Rabbimiz. Demak, qadrli qarindoshlar, yuqoridagi shahidlar, Qur'oni Karimda tilga ilingan bu shahidlar hammasi Rabbimiz Alloh subhanahu va taolaning Muhaymin ismini bizga texmbak yaxshi tushuntirib berdi. Texmbak echbir degan har bir yuqoridagi qissalarning hammasi Allohning qanchalik ilm egasi ekanligi, qanchalik qudrat egasi ekanligi va bu qudratning davomlashganligini bizga ko'rsatdi. Ilm, qudrat va davomlashish. Ve Allah'ın bu kontrol qilishi, bu qadar qattiq kuzatishi muhabbat ve shafqat yuzidan bandasiga bo'lgan ve bandasini qo'g'dash, hifoz, saqlash yuzidan ve haymanatu tasdiq ve tasdiqlash yuzidan ekanligini tushuntirib berdi. İbrahim aleyhisselam qarab boqaylik. İbrahim aleyhisselamni o'tqa tashlash uchun buningga kunlarcha, oylarcha o'tini yig'ishdi. Ha? Aylar tog'dek o'tinni yig'ib, o't qo'yib, o't qalab, uningga İbrahim alayhisalom o'tning dal o'ttirib uchirish uchun bak igiz yiqqashqa, uni manchinoqdek bir narsaga o'ltirg'izib, shuni birla etib ham shu o'tning dal o'ttirisiga tushirish uchun shunday qilinganda. Shu holatda o'ylab boqaylik. Shu holatda tayyorlangan ekan. O'ylab qol, shu atrofni, shu manzirini kallamizga solaydi. Ular shu vaqtida shu İbrahim Aleyhisselam'ın kavmi en güçlük. Şu vaktkin padişah Nemrut hemmesi en güçlükler idi. Ular xiyalda hemme nersini kontrol qilgan. Hemme nersi ularning qo'lida, kuch quvvat ularning qo'lida, askarlar ularning qo'lida, bütün narsa ularning qo'lida. Ularning tillari bo'lsa shundoq vaqirab, jaqirab. Kim bizning kuchda vaqirayotgan? Ha? Ularning ashi lisanul halda shunda vaqirab turayotgan. Kim bizning kuchda, kim maydonga chiqarlaydi qanday? İbrahim aleyhisselam'la bağlab tayyor qilgan. O'ylab boqaylik. Bu manzirini xiyolimizga keltiraylik. Bu ko'rinishni xuddi oldimizda yuz berayotgandek o'ylab boqaylik, qadrli qarindoshlar. Bu bechora maxluqlar, o kafirlar bilishmaganki, kim bizdan kuchli, bizdan kim kuchli, kim maydonga tushadi deyotgan bu mushriklar, bu kafirlar hiç o'ylamagan ediki, ularni yo'qdan bar qilgan Alloh subhanahu va taolaning hammadan kuchli ekanligini hech o'ylash baxmadi. Ana shu vaqtida İbrahim aleyhisselam o'tqa tashlanishning shu oldida nima dedi? Jibril aleyhisselam keldi. Voy odatdagi bir ayolning valisi kelmaklik yoki bir oddiy bir qutqazuvchi kelmaklik. Jibril aleyhisselam periştilerinin aşıdaki en hürmetlik bütün peygamberlerge eminul vahiy periştisi bulan Jibril aleyhisselam kelip degen ki ya İbrahim halleke min haca İbrahim bir hacetin bağ mı defşine değil. Bir hacetin bağ mı değil. Sendin mi? Sana hacetim yok değil. İbrahim aleyhisselam sendin mi? Senden acitim yok mu degan.
Ya oylab bakaylı. Cibril aleyhisselam'a senden hacetim yok, sana hiçbir hacetim yok deydi. Cibril aleyhisselam deydi ki, minallah, Allah'tan tileydiğen bir hacetin var mı? Allah'ın ki icra qıp berişini, Allah'ın qıp berişini ümit kıldığan bir hacetin var mı diye vaxtıda İbrahim aleyhisselam'ın imanı qaraydı. Dedi ki, ilmuhu bihali yugni an suali. Rabbimning mening mushu hozirgi holatimni bilishidin iborat. Bilganligi, Rabbim mening hozir qaysi ahvolda ekanligimni biladi. Qanday ahvolda ekanligimni Rabbim biladi. Shu bilimi, shu ma'lumotining o'zi mening uningdan savol so'rashimni behojat qiladi. Uningdan ig'zimni savol so'rab yurmasam, men hozir qaysi holatda ekanligimni Rabbim eng yaxshi biladi dedi. O'ylab baqayli. Bu iman nima degan iman? Nima degan kuchlik iman qarindoshlarim o'ylab baqayli. Shuning bilan shu hamon 3 so'z İbrahim alayhissalomni qanday saqlab qolgan Alloh subhanahu va taolo. Qulna ya naru kuni bardan va salaman ala İbrahim. Allahu akbar. Ot. 3 so'z bilan qutuldi. Ot. Ya naru. Ot. Allah'ın qanday muhaymin ekanligini o'ylab baqing qadrli qarindoshim. O'ylab baqayli. Qanday kontrol qilishgan, qanday kuch-quvvat egisgan Alloh subhanahu va taolo. Ot kuni bardan. Qadrli qarindoshlar, tafsiri shunaslar shunday deydi-ki, agar Alloh subhanahu va taolo kuni ya naru kuni bardan o't ko'ydirdi, hammamizga ma'lum. Ko'ydirish xususiyati va o'tninki. Agar Rabbimiz Allah ot soğuq bulun, kuni bardan daplam, soğuq bulun daplı qo'ygan bo'lsa, İbrahim aleyhisselam şu güldürlep kuyuvatgan otning ichida to'nglab o'lib qolgan bo'ladi deydi. O'ylab baqayli. Agar Rabbimiz kuni bardan soğuq bulun deb qo'ygan bo'lsa, va salamanning kaynidan salomat saqlab qolgan demay, kuni bardan degan bo'lsa, otning ichida İbrahim aleyhisselam to'nglab qolgan bo'ladi. O'ylab baqayli. Otning ichida to'nglab qolgan bo'ladi İbrahim aleyhisselam. Ular İbrahim aleyhisselamni to'nglab qolgan holatda topgan bo'ladi, uning to'nglab qolgan jassadini topgan bo'ladi. Allah va salaman dedi. Salomat saqlab qolsa dedi. Salomatlik beg'ishlik uchun sog' salomat saqlab qolsa dedi Alloh subhanahu. Va dediki, ala İbrahim. İbrahim g'ala. Faqat shu İbrahim dedi. Agar İbrahimga demagan bo'lsa, Alloh subhanahu va taolo ala İbrahimni demagan bo'lsa, İbrahimni shunday qilib salsa demagan bo'lsa, shu İbrahim aleyhisselam o'tqa tashlangan sikinutdan boshlab qiyomat qoyim bo'lguncha zamin yuzida ko'ydirmaydi bu o't. Hiçbir narsani ko'ydirmaydi o't. O valdırlab var kuyuvatgan bilan hiç soğuk yok, hiç ısık yok, hiç qachon ko'ydirmaydi. O ne tamoq pishirish falan fustan degan narsa yo'q bo'lgan bo'ladi dedi. O'ylab baqayli. Allah ala İbrahim, faqat İbrahimga dedi. Zamin yuzida o't bo'lmagan bo'ladi qadrli qarindoshlar. Ha? 3 so'z bilan Allah subhanahu va taolo İbrahim aleyhisselamni qutqardi. Qulna ya naru kuni bardan ve salaman ala İbrahim ve aradu bihi kaydan fecalnahumul akhsarin. Bu mahluklar, bu kafirler İbrahim aleyhisselam ve suiqasd irade qilishib, suiqasdni planini tuzishib, bunu irade qilishdi. Biz ularni eng ziyon tatquchilardan qildik dedi Alloh subhanahu taolo. Ya Rabbi, bizning Rabbimiz mandaq muhaymin Rabbimiz, o'ylab baqaylik. Biz mana mushundaq Allohning bandalarimiz faxrlanayli o Rabbimizdan. Suyunayli, mag'rurlanayli bu Rabbimizdan qadrli qarindoshlar. Buningga loyiq yashaylik qadrli qarindoshlar. Muhaymin kimkan? Kim haqiqiy kuzatuvchi, hamma ishning kontrolligi kimdi ekan? Alloh subhanahu va taolo. Ana shu muhaymin Rabbimizda. Demaganmati biroz oldida İbrahim aleyhisselam nima degandi? İlmuhu bihali yugni an suali. Mening mushu hozirgi holatimni Allohim Rabbim muhaymin bo'lgan hamma narsaning har qanday holatini biladi degan muhayminning ma'nosida. Mening ashundaq Rabbim bor.
mening ashundaq bilib turadigan Rabbim bor. Shuning bilib turganligining o'zi, shuning bilishining o'zi mening uningdan savol so'rashimni behojat qildi deylik. Shu hamad yordam kerak. O'ylab boqaylik bu iymonni. Bu iymonni tasavvur qilib boqaylik qadrli qarindoshlar. Musa alayhissalomning onasini o'ylab boqing. Dunyoda qadrli qarindoshlar Musa alayhissalomning onasidak o'zining yurak bag'rini, o'zining yurak parisini dengizga tashlaydigan bir onani keltirib qo'ygan dunyoda. Shunda ona bormi? Musa alayhissalomning onasini o'ylab boqing. Allah subhanahu va taala Musa alayhissalomning onasiga ikki buyruq verdi, ikki narsadan chekladi, ikki xush bishorat berdi. Musa alayhissalomning onasiga bütün boshqa payg'ambarlar kelganda Jibril alayhissalom orqali vahiy qilingan emas. Balki ilhom qilingan, qalbiy jihatdagi ilhom ato qilingan Musa alayhissalomning onasiga. Qur'oni Karimda bu hadisini qissa qilib Alloh subhanahu va taolo sura Anbiyoda shunday deydi. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. وإذا بقيله يقول ديدوك الله موسى عليه السلام anısına iki işini buyurdu, iki işten şeklede, iki hoş bişaret belirdi. İki buyruk, Allah buyurgan iki buyruk ne mi? Onu qana qılın, imetin de bir buyruk. İmetin ve onu denizge taşlan. Bu iki buyruk. İki çeklengen iki narsa ne olsa hiç korkmang dedi. Ve la tehafi ve la tehzeni. Korkmang, ensirmang. Bu iki nehi dedi. Hem de iki hoş bişaret ne olsa biz onu sizge kaytırıp verimiz. Sizge kaytırıp verimiz Musa'nı. Bu bir bişaret ve ikincisi ne olsa biz onu peygamberlerden kılımız. Bu ikinci bir hoş bişaret. Öyle bakayla. Bu kıssını yani Kur'an-ı Kerim'de şunçilik güzel tasvirlendi Musa aleyhisselam'ın kıssası. Öyle bakayla bu denizge taşlangan bu Musa aleyhisselam bu sandıkı selip küçük bir sandıkla taşlaydı. Bu sandık ne? Kim şu denizden dulqullardan ayırıp başka yere ketkizmezden del Firavunning bağçısıga Firavunning hoylisiga haydap manga kim qadrli qarindoshlar? O'ylab boqaylik. Kim shuni haydap manga? Hammani biladigan, hammani kontrol qilib turadigan, hammani idora qilib turadigan shu muhaymin zot Allah subhanahu va taala. Endi bu sandıqni ochgandan keyin bu bütün o'g'il bola ko'sa, o'g'il farzand ko'slar hammasini o'ltirib kelayotgan bir vahshiy Firavun. Buni ochgan vaqtida bu bolaning muhabbatini Firavunning ayolining qalbiga uning muhabbatini sepib qo'ygan kim? Şu muhaymin zatdan başka kim qadrli qarindoshlar o'ylab boqaylik. Alloh subhanahu va taala muhaymin, hammani kontrol qiluvchi, hammani bilib turuvchi, hammani o'z qudrati bilan ana shunday jarayon qildirib mang'izuvchi. Demak qadrli qarindoshlar, so'zlab keladigan bo'lsak, nurg'un qissalarning hammasi bizga qana qildisa, shu Kur'an-ı Kerim'deki kıssalarning hammasi bizga Allah subhanahu va taolaning bütün güzel isimlerini bizga tushundirib, bizga texinbek ro'shanlashtirib, ikib berib, texinbek tushunchimizni oshirdi, Rabbimizga bo'lgan iymonimizni oshirdi. Demak, bu shaklda nurg'un qissalar bizni haqiqatan ta'sirlantirdi. Qadrli qarindoshlar, vaqt munosabati bilan biz bu yerda programmamizning oldingi birinchi bölümünü bu isim yani Al-Muhaymin ismideki birinci bölümünü müşahede ahırlaştırırız. İnşallah biraz istirahatten keyin yani kelgen yerimizden başlap ikinci bölümüge ötemiz. Allah subhanahu ve taalaga sığınıp durup ikinci katımlık programımızı görüşküçe aman buluşunlarla ümit kılımız. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi taala ve berekatuhu. Ey muhaymin Rabbim, sendur sen g'ayriblarga g'amxon, yetimlarga tayanch, haqni qo'g'digan, qalbimni ozg'unlikdan,
qadimimni tuzaqlardan saqlagan. Senle acizlarga kuvvet verirsen, şunluktan saqlab, zalimlardan mazlumlarının hakkını elip berişke va'da qilasan. Nefsimge aldınıştan qutqazgan beni. Fakat senle tuproq ostidagi qorong'ulikda saqlanayotgan urug'chilarni quvdab, unmaslikdan saqlab qolasan. Xorliqning ozgonlariga do'milashdan saqlag'in meni. Senle bana berginimni cennetin bedeliga elib, men üçün saqlab qo'yasan. Zavallıqda yo'qolishning g'amlaridan xalos ayla meni. Senle mening eng kichik, eng önümsiz, eng maxfiy orzularimni bilib, menga marhamat qilasan. Untishqa tashlab qo'ymay, qo'g'dab qolgan meni. Ey Robbim, muhaymin. لله تعالى أسماء حسنى وصفات يبديها تتجلى في ثوب كمال وتمس الروح فتحيي. أنعم بعبيد إذ يغرس روضا من زهر معانيها. في ركب الأسماء سنحيا تطربنا نغمة حادي. عملا وسلوكا وفلاحا قد أفلح من سيزكيها. الله في حياتي